burchak to'pa. Andijonda imkoniyat. Ko'pchilik bo'lib jarima maydonchasi ichiga yetib kelgan Andijon futbolchilari Po'latxo'ja Xoldarxonov to'pni sherigga qoldiryapti. Zo'r o'ynadi andijonliklar. Zarba va 2-0. 2-0. Andijon zo'r boshladi do'stlar. 20-daqiqa hisob 2-0. Humoyun Mirzoiminov gol 2025-yilda Xorazm safida o'ynagandi. 30 ta o'yinda 2 ta gol urganda Iminov va sobiq jamoasi darvozasiga gol kirityapti. Darhol uzr so'radi. Mana. Avval biroz emotsiyaga berildi, keyin o'zini tutib oldi Iminov va muxlislardan uzr so'rayapti. Andijon qiziq jamoaga aylanyapti. O'tgan uchrashuvda Damir Temirov Dinamo darvozasiga gol kiritib uzr so'ragandi. Dinamodan Andijonga kelib qo'shilgan Temirov sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etgandi. Bu